Assalomu alaykum barchaga. Mana Gusenishni ekskavatorda ishlash jarayonini ko'rsatamiz. Ya'ni bu kerakli darslik desam ham bo'ladi. Ya'ni mana shu yerda ko'rib turganingizdek, piltadan yo'l qilyapti. Demoqchi bo'lganim, qanday qilib piltani kovushda olishi, qanday qilib qo'yishi, qanday qilib tekislashi, hammasini hozir video davomida batafsil ko'rib boramiz. Yaxshilab e'tibor qiling. Qarang. Piltani sindirmasdan tushirib olishi. Mana yaqinroqdan olib ko'rsatay. Endi qarang, kovushga qo'yib olishini. Mana, oppa, malades. Mana ko'rdingizmi? Demoqchi bo'lganim, agar Gusenishni ekskavatorda o'rganaman desangiz, даже mana shu videodan ham, obzordan ham ko'rib qisman o'rgansangiz ham bo'ladi. Endi to'g'ri, misol uchun amaliyotga kelmaydi-yu, shunday bo'lsa ham. Qarang endi. Tak. Video to'liq qilaylik mana. Ya'ni bu yerda nima qilyapti? Tagidan ham pilta qo'yapti hozir. Betonli pilta, ustidan ham. Yo'l mustahkam bo'lish uchun. Ana endi yo'lni tekislaydi. Xo'p. Hozir to'liq ko'rsatay. Ya'ni mana bu keraksiz loylarni olib tashlayapti. Piltaga joy ochib olish uchun. Ya'ni tekislab mana shuni hozir yo'l qilib beradi. Mana qarang. Ya'ni birinchi tagini bir sinama tekislab oladi, yaxshilab pilta qo'yilayotgan qilib, ana undan keyin piltalarni qo'yib chiqadi. Hozir Gusenishni ekskavatorda lekin katta pelus tomoni mana shu piltani ustida yurgunchami, ya'ni kolyosni texnika, misol uchun JSB traktor bo'lsin, yo mana shunday kolyosni texnikalar de bir balonga nima deydi, mix kirdi, armatura kirdi degan narsa bo'lmaydi-da. Xo'p, sal qor yomg'ir aralash yaxshigina yog'ayotgani uchun hozir devornikida qo'shdim. Ana endi yana hozir piltani oladi, qarang. Yaxshi o'rnashib oldi. Ya'ni shoshmasdan. Asosiysi texnikada ishlaguncha shoshmaslik kerak. Qarang, tushirib olishiga e'tibor qiling. Qarang, sindirmasdan. Ya'ni butun pilta mana ehtiyotlab tushirib olyapti. Mana endi hozir yotqizib, o'ziga qulay qilib ekskavatorda sepiga olib borib, ya'ni zanjiriga olib borib, oyog'iga piltani kovushda ko'tarib oladi. Mana qarang. Mana qarang, e'tibor qiling. Ekskavator chakalaridan master klass deydi-ku. Kerakli darslik.
Mana piltalarni hozir ustma-ust qo'yib chiqadi. Videomiz ozroq cho'zilishi mumkin, lekin maksimalni ish jarayonini, ya'ni nima desam bo'ladi, bu ham bir darslik. Hozir videoga olaman va undan keyin joylayman. Deylik, videomiz 15 minutga cho'zilishi mumkin. Lekin kerakli darslik bo'ladi. Hop, yaqinroqdan ko'rsataylik. Piltani sindirmasdan yerga yotqizib oldi. Endi kovushda chiqarib oladi. Yana ko'rdingizmi? Mana endi ustma-ust qo'yib tekisligini olib chiqaveradi. Ko'rganingizdek qanday tep-tekis qilib chiqaryapti yo'lda. Ko'tarib olganini qarang. Mana ko'rib turganingizdek ustma-ust qo'yib kelyapti piltalarni. Ya'ni mana shu yerda ancha chuqurlik borda. Ana shuni hozir chotki zakkoniqqa mana shu ekskavator yo'l qilib kelyapti. Hozir yaxshi butun piltalarni uzoqroqdan toshib olib kelyapti. Mana ko'rganingizdek yaxshi pilta olib keldi. Tak yaqinroqdan ko'rsataylik. Mana. Yana pilta olib kelishga ketyapti. Birama sirazi ikkita pilta ko'tarib kelyapti, qarang. Mana. Hozir ikkalasini ham joylashtirib qo'yadi.
Hop, tekstigini olyapti. Ekskavator ham gidravlika, u darajada mana bu kovshlarni boshqarish hech qanday bir qiyinchilik joyi yo'q. Hammasi yengil. Ayniqsa boshqarguncha hech qanday qo'lga bir nagruzka bermaydi. Qarang, ko'tarib olishdi. Xullas, demoqchi bo'lganim to'g'ri, ko'proq vaqt ketishi mumkin ish jarayonida, lekin asosiysi ishlashda texnikada sifat muhim. Sifatga e'tibor qilish kerak. Mana misol uchun bir dona pilta qo'yish uchun ozroq vaqt ketadi, lekin asosiysi gap vaqtda emas, gap o'shani ishda ham sifati, ham chiroyli qilib bajarib berishda. Ya'ni bu videoni iloji boricha yangi pravo oladigan akalar ko'proq ko'rishlarini tavsiya beraman. Sababi texnikada hech qachon shoshmasdan sifatli ishlash kerak bo'ladi. Ya'ni bu texnika bezopaslik tomonlama ham yaxshi bo'ladi o'ziga. Hech qanaqa shoshmasdan, chotki faqat o'sha prorab nachalnik aytgan vaqtda aytganini zakkona qilib bersangiz, o'ziga ham yaxshi bo'ladi har tomonlama. Ishni tez qilaman deb, misol uchun texnikaga zarar berib yo ishni sifatsiz qilgandan ko'ra, vaqt ketsa ham asta-asta ishlab, chiroyli qilib o'sha ishni sifatli qilib topshirgan yaxshi. 1000 marta. Ham ko'pchiligingiz bilasizlar, texnikaga vaqtiga qarab to'lanadi. Hech qanaqa misol uchun qilgan ishingizga qarab emas. Ayniqsa mana shu gulsinishli ekskavator, mana shu texnikalarga. Mana yo'llar ham ko'rib turganingizdek deyarli tayyor bo'ldi. Hozir mana shu yerda tekisligini olib, yana bir ikkitadan pilta qo'yadi, tagidagi piltani shuni ustiga qo'yadi. Mana chotki zakkoni yo'lib qoldi. Bo'lmasa akalar, videoni yakunlaymiz. Mana ish jarayonini qismani qo'ydim video obzor qilib. Erinmasdan faqat oxirigacha ko'ring. To'g'ri, video vaqti cho'zildi. Lekin kerakli darslik bo'ldi. Mana shu videodan ham o'zga kerakli bo'lgan narsalarni ko'rib o'rganib olsangiz bo'ladi. Katta foydasi bor. Mana yo'l ham deyarli bo'ldi. Mayli, sog' bo'lasizlar akalar. Kanal yoqsa, like bilan podpiska, fikrlaringizni kommentariyaga yozib, kelgusi sonda ko'rishguncha omon bo'lasiz.